Oh my god. Quyidagi ma'lumotlarni aytayotganim uchun ingliz tili ustozlari meni yomon ko'rib qoladi. B1 darajadamisiz va B2 ni tezroq olmoqchimisiz? Unda quyidagi ma'lumotlarga e'tibor bering. Speaking uchun Teacher Farruh Multi Telegram kanaliga qarasangiz, imtihonda tushayotgan speaking savollari bor. Aynan shu savollarga tayyorlansangiz, yana ham tezroq natijaga erishasiz va bizning kanaldagi podkastlarni shadowing qilish orqali speakingni tezroq yaxshilashingiz mumkin. Writing uchun Telegram kanalimizda ajoyib writing namunalari bor. Aynan shu namunalarni o'rganib chiqsangiz, ichidan so'z yodlasangiz va boshqatdan o'zingiz ham yozishga harakat qilib ko'rsangiz, writingiz tezroq C1 darajagacha ko'tariladi. Readingda o'quvchilarning eng ko'p qiladigan xatosi faqat mock ishlashadi. Men e'tibor beraman, ko'plab mocklarni ishlab yurishadi, lekin umuman tahlil qilishmaydi. Agar readingda siz bitta mock ishlab, uni tahlil qilib, har bir xatoingizni ko'rib, ichidan notanish so'zlarni tarjima qilib yodlab chiqsangiz, readingda qisqa muddatda yuqori natijalarga ko'tarilasiz. Listeningda ham ko'plab o'quvchilarimizning xatolari faqat test ishlash bilan kifoyalanishadi. Hech qachon tahlil qilishmaydi. Eng muhimi, listeningda kam ishlasangiz ham testni tahlil qilib, qayta-qayta 4-5 marta eshitib ko'rsangiz, ichidan skriptiga qarab notanish so'zlarni yodlasangiz, bu sizning listeningizni tezroq yuqori darajalarga ko'tarib beradi. Menga obuna bo'lib, kuzatib borsangiz, siz uchun manfaatli videolar qilishda davom etaman.